Assalomu alaykum. Biz YouTube ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan aziz kuzatuvchilarimiz, navbatdagi darvozamizni Toshkent shahriga olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamizni birinchi o'rinda razmerlari keladigan bo'lsak, eniga 3.60, balandligi 3.35 bo'lgan razmerda darvozamiz skromli fasonda bo'ldi. Darvozamizda ishlatilgan materiallar ekyon taglari shivellarda bo'lgan, o'nli shivellarda. İçiga qovurg'a profillar ishlagan olti ko'tarilari, shamir tomonlari 1.7 stenkachilar, bo'lni 1.5 stenkadan foydalangan. Bu yerga ishlatilgan 1.5, bu yerga taraf qilingan 1.5, uni 2ga 1 4ga 2larimiz shu qalin 1.4 stenkasidan bo'lgan. Darvozamizga karnizlarni ko'rishingiz mumkin. Gulli karnizlardan foydalangan. Burning gulli karnizdan choki ham doholasi ideal kelingan. Darvozamizni birinchi malyalka jarayonlarida turechka gruntokka ustidan bankovoy devo kraskadan bankovoy devo kraskalardan foydalanib, ustidan matviy lak ko'rinishda qilib berilgan. Darvozamiz bu uyimizga juda skromli tarzda o'ziga yarashib turdi. Darvozamiz ikki chetlarida havoylanish lazer qismlari qilib berilgan. Darvozamizga zober zamoqlardan foydalanilgan. Ranglari ham shu mokr asfalt o'ziga yarashgan rangdan qo'yilgan. Darvozamiz bir so'z bilan aytganda ideal chiqdi. Darvozamizga tepa framuga qismlariga 10ga 5lardan foydalangan, 1.7 stenkadasidan foydalangan, tepalariga ko'rishingiz mumkin. Juda ajoyib bir darvozamizga eng asosiysi umuman Gramatekisdan foydalanilmagan. Umuman tekisga toza ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Gramatekis ishlatilmagan. Darvozamiz orqa tomonlari tekis ko'rinishda chiqqan. Xudo xolasa fayzli xonadonga fayzli darvoza bo'lib ko'rishingiz mumkin. Fayzli mahallaga juda yarashib chiqdi. Xudo xolasa kimda qiziqishlar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kam ko'stlarga olmaysizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib ustanovka qilib beramiz. Barcha xizmatlarimiz shu darvozaning ichida besplatni bo'ladi. O'lchash, o'rnatish.